Jonim azobda qoldi-yu. Assalomu alaykum doktor. Doktor, shu bir oydan beri bo'ksamdan oyog'iga tortuvchi og'riq qo'yavermayapti deb 4-5 ta vrach mutaxassisga ko'rindim. Hech qanaqa lecheniyasini effekti bo'lmayapti. Hammasini topib olgan gapi bitta, shu grija sababli sedalish nerving siqilib qolibdi. O'shaning uchun og'riq beryapti, deyapti. Siz meni ko'rib turib aniq tashxis qo'yib meni davolab bera olasizmi? Qiynalib ketdim boru. Ushbu vaziyatda sedalish nerv siqilishiga grijani umuman aloqasi bo'lmasligi mumkin. 60-70% holatlarda buning sababchisi mushaklar hisoblanadi. Bitta mushak borki, shu mushakni tagidan sedalish nerv o'tadi va ushbu mushakda spazm hosil qiladigan bo'lsa, ushbu nervni siqib qo'yishi mumkin va shu sababli nervlarda oziqlanish buzilishi mumkin. Bu diagnozni qo'yishda ko'pchilik adashadi va shu sababli olayotgan lecheniyangiz samarasiz hisoblanadi. Bu mushakning nomi esa noksimon mushak hisoblanadi. Ya'ni noksimon mushaklar sindromida ushbu simptomlar sizlarda kuzatilishi mumkin. Ma'lumotimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz.